Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan ortoped travmatolog Babayev Sherzod Ergashavich. Bugun gialuron kislotasini haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu qanday preparat, qanaqa maqsadda ishlatiladi, bu qaysi kasalliklarda ishlatiladi, ishlatish kerakmi, yo'qmi degan ko'pgina holatlar bo'ladi. Shu savollarga qisqagina javob berib o'tamiz. Bizga ma'lumki, bu preparatlar bo'g'imlardagi osteoartrozlarni davolash maqsadida ishlab chiqarilgan preparatlar hisoblanadi. Osteoartrozlar butun dunyo mamlakatlari aholisini 13% dan 42%gacha qismini tashkil qiladi. Nogironlikka olib kelish bo'yicha barcha skelet sistemasi kasalliklarining ichida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Bu juda ham dolzarbligidan dalolat beradi. Bizga ma'lumki, gialuron kislotasi bo'g'imlarni ichidagi sinovial suyuqlikni tarkibiga kirgan preparat hisoblanadi. Sinovial suyuqlik bo'g'imlarda bo'g'imni sinovial pardasi tomonidan ishlab chiqariladi. Bu ishlab chiqarilgan suyuqlik bo'g'imda 4 ta vazifani bajaradi. Birinchi vazifa bu metabolik vazifa hisoblanadi. Bo'g'imdagi faoliyati to'xtagan yoki o'lgan, eskirgan hujayralarni tozalash vazifasini bajaradi. Ikkinchi vazifasi bu yuqori qovushqoqlik va elastik xususiyatga ega bo'lganligi uchun bo'g'im yuzasini moylab, bo'g'imni harakat vaqtida ishqalanishini kamaytirib turadi. Va uchinchi vazifasi oziqlantirish vazifasini bajaradi. Bizga ma'lumki, bo'g'im tog'ay yuzasida tog'ay kaskadli ekstrasellyular matrix joylashgan. Bu kollagen ikkinchi tip tolalaridan iborat bo'ladi. Bu prujinaga o'xshab amortizatsiya qiladigan xususiyatga ega bo'ladi. Mana shu amortizatsion sistemani ichida bo'g'imning tog'ay hujayralari joylashgan bo'ladi. Bu tog'ay hujayralari xondroblastlar, xondrotsitlar kollagen ikkinchi tip oqsilni ishlab chiqib, bo'g'imni tog'ay plastinkasini doimiy ravishda baquvvatligini va bo'g'imga tog'ay plastinkasini butunligini ta'minlab turish vazifasini bajaradi. Ya'ni bu ishlab chiqariladigan zavod mexanizmga gialuron kislotasi aynan oziq manba bo'lib xizmat qiladi. Va to'rtinchi vazifasi bu himoya vazifa. Ya'ni bo'g'imdagi tarkibida immun kompleks hujayralari borligi uchun bo'g'im yuzalaridagi bakteriyalardan, infeksiyadan, zamburug'lar, viruslardan bo'g'imni himoya qilish vazifasini bajaradi. Endi bu sinovial suyuqlik tarkibida gialuron kislotasi o'zi mavjud bo'ladi. Ko'pgina kasalliklarni oqibatida sinovial suyuqligini ishlab chiqarishi kamayib ketadi yoki bo'g'imda osteoartrit qo'shilsa, yallig'lanish holatlari qo'shilsa, bunda bo'g'imni kislotali muhiti oshib ketadi va bo'g'imda yemirilish, ya'ni artrozni kuchayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun davolash maqsadida farmatsevtika zavodlari tomonidan gialuron kislotali preparatlari ishlab chiqariladi. Gialuron kislotali preparatlarni 4 xil turi mavjud. Yuqori molekulyar, o'rta molekulyar, kichik molekulyar va xondroitin sulfatli birikmali preparatlar mavjud bo'ladi. Bu bemorlarning kasallik darajasiga, og'irligiga qarab travmatolog ortoped mutaxassislar tomonidan tanlanadi va bemorga jo'natiladi. Gialuron kislotasini jo'natishdan oldin ko'pgina holatlarda bo'g'imda yallig'lanishni yo'qotish maqsadida yallig'lanishga qarshi preparatlar qo'llaniladi. Bu joyda bo'g'imda kislotali muhit ishqoriy muhitga o'zgaradi, bemorning og'riqlari kamayadi, ishlar kamayadi va undan keyin bo'g'imga gialuron kislotasi jo'natish mumkin bo'ladi. Agar sizda va yaqinlaringizda shunday holatlar kuzatilsa, albatta yaqin hududingizda joylashgan ortoped travmatolog mutaxassisiga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.